Anamның uyi kel balam, yavağın, demiravağın, töreге chiqqan deydi. Anamның uyida qilib bergan kichikgina ishlar uchunmi rahmat balam, seni ishqa qil saldim, jafo chekding deydi. Anamның uyidan hech qachon zerikib boqmadik. Seg'inib qonmadik. Anamның uyi eng yaxshisi, eng esli sening bo'lsin deydigan uy. Ana bu anamning. Anam ko'ngling ranjimsin, g'ayrat qil, chida, barcha ketadi, hammasi o'tib ketadi. Ba'zi odamlar shundoq keladi. Har ishqa yaxshilik bilan o'ylandim. Yaxshilik aman yanidi deydi. Mana bu har vaqt ishga menga qarab uchuq turadigan bir uy. Uning uyida har vaqt tamoq issiq qoladi. Anamning uyi hech yerdan topqili bo'lmaydigan issiq bir makon, illiq bir makon. Anam mükçeygen bellerini tutup, balam kelami, ballarını hep kelami. Yolları qarab tursam, kep qalamı deydi. Özü de barının hemmisini bəsemlam deydi. Anamның uyuyla emas, ani şunda kainatның en isil yeri.